Ya'ni bu og'izda ham botish ehtimoli ancha kam bo'ladi endi. Hozir shlipovka etapini boshlaganmiz. Ishimizdan obro'tkasini qilib tugatib oldik. Bu ortiqcha qolgan qirrali joylarni hammasini siluvlab, polirovka tayyorlab boramiz. Chegaradagi ortiqcha qirralarni olib, botishidan oldin olgan holatda botmasligi uchun yaxshilab siluvlab qo'yamiz. Polirovkaga jo'n bo'lgan jarayonni ham osonlashtirib boramiz. Ya'ni polirovkada uzoq vaqt qolmasligimiz uchun, ishimiz sifatli chiqishi uchun siluvlash etapini chiroyli qilib oxirigacha yetkazib qo'yamiz. Bunda motorimizning obroti juda baland bo'lishi kerak emas. Sababi rezinka qo'yib olishi mumkin edi. Siluv qilib olamiz. Tishlarni ustiga tegib ketmaymiz, imkoni boricha tishlar yedirilib ketishi mumkin. Klamerlarni qo'l bilan bekitgan holatda qilsa yaxshi chiqadi. Tegib ketib rangini ketirib qo'ymaslik uchun yoqtiramiz. Keyin mana rezinkamizning ingichkarog'ini olib, tishlarni orasini ham siluvlab olamiz. Mana hozir bu polirovka etapiga tayyor bo'ldi. Endi polirovkani boshlaymiz. Mana polirovkamiz uchun chiqarilgan parashyutimizdan xat deb yozilgan mana. Xatni birinchi bunda olamiz. Bundan keyingi yana bitta etapimiz bor. Regular deb yozilganligi. Bunimizni ikkinchi etapda olinadi. Ya'ni birinchi bunda, keyin bunda olsak, bizning polirovkamiz bizni kutgan natijani beradi. Hozir shuni ish davomida ko'rib chiqamiz. Mana bu birinchisi. Kerakli miqdorda savolli. Bu ikkinchimiz, regular. Har ikkalasini ust olib tayyorlab olamiz. Va biroz kutamiz. O'zini holatida ozgina suv bilan birikib olish kerak. Bo'shashib oladi. Biroz vaqt o'tgandan keyin o'zi suv shimib, singib mana shunday holatga keladi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, hammasini bitta vaqtda aralashtirib yormadik. Uncha suyulib ketgan bo'lsa, bizda zapas joyimiz qoldi. Yana quruq joyimiz bor. Bo'pti mana. Hammasini bitta vaqtda aralashtirmasdan tayyorlab olsak bo'ladi. Pastaga o'xshab yumshoq holatga kelib qoladi. Agarda shunimizni hozir suyuqlik qiladigan bo'lsa, tepadagi quruq qismdan qo'shib, yana o'zimiz uchun kerakli miqdorda to'g'rilab olsak bo'ladi. Birinchimiz edi. Mana bo'tgan xuddi shunaqa kerakli miqdorni o'zimizga moslab tayyorlab olamiz. Mana bunimiz tayyorlagan parashyut miqdorimizni bu xat deydi. Birinchi bunda olamiz. Keyin davom ettiramiz regularda. Hozir adashib ketmaslik uchun buni chetroqqa olib qo'yamiz. Xatning cho'tka yordamida shlif motorimizga o'rnatamiz. Shlipovka qilib tayyorlab olgan suyumligimizni boshlaymiz hozir. Yaxshilab suramiz. Ya'ni bunday xat deb yozilganligimizda nisbatan tezroq izlarni ketkazib beradi yanada. Polirovkamizni yaltirab chiqish uchun ancha yordam beradi. Boshqa parashyutlarga nisbatan foydasini hozir ish davomida ko'ramiz. Uzoq vaqt olmaymiz. Qizib ketishiga yo'l qo'yib qo'yish kerak emas. Orada tez-tez surib ishlatiladi. Buni olib bo'ldik mana. Va yana keyingi etapimizdagi regularda olamiz. Ya'ni mana bu parashyutga.
Ko'rsanglar bo'ladi. Bu juda ham mayin. Juda ham mayin. Bu tishlariga tegib ketsa ham hech qanaqa ziyon joyi yo'q. Ko'rishinglar mumkin. Ancha izlari ketdi. Hali pastda Crocs'i turmadi. Shuni o'zida ham ancha izi ketib tayyor bo'ladi. Chegarali joylarini ham albatta olib qo'yishimiz kerak. Mana bo'ldi. Endi buni suvda yuvib tashlaymiz. Keyin pasta bilan yaqinlashishni boshlaymiz. Mana suv orqali yuvib tashladik. Izlarida ko'rsak bo'ladi mana. Ancha tekis bo'ldi, izlari ketdi. Mana endi namatimiz orqali hozir yaqinlashishni boshlaymiz. Akrilik plastmassamizga mo'ljallangan Crocs'imizni ishlatamiz hozir. Cho'tkamizga yaxshilab to'yintirib surib olamiz. Endi yaqinlatish davomini boshlaymiz. Faqat uzoq vaqt ushlab turishinglarni tavsiya qilmayman. Sababi plastmassamiz kuyib qolishi mumkin. Orada yana surib davom ettiramiz. Ishdan orasiga ahamiyat berib, cho'tkamizni burchak qismi bilan o'tkazamiz. Oralari ham yaltillab chiqadi. Mana plastmassamiz hozir yaltilladi. Endi tishimizni ham yaltillatib olamiz. Bu holatda plastmassaga nisbatan tishlarimizni qattiq bosib olishimiz kerak emas. Tishlarimiz yedirilishi hisobi bor. Bo'lmasam yana kuyish ehtimoli ham bo'lishi mumkin. Rangi o'zgarib kuyib qoladi. Shunisiga ahamiyat beramiz. Chegara qismlarini ham yaxshilab yaltillatib olamiz. Hozir ko'rishinglar mumkin. Shlipovkadan kelgan parashogimizda olingan qismini polirovka bo'lmagan hali. Mana bu tomonini ko'rsanglar bo'ladi, polirovka bo'ldi. Farqini ko'rdinglar. Hozir davomini ham ko'ramiz. Mana ko'p tegizmadi u. Mana shuni o'zida ko'rsanglar bo'ladi. Qanchalik yaltillab chiqyapti. Yana bitta etapimiz qoldi. Hozir bunisini ham davom ettiramiz. Mana yumshoq cho'tkamiz yordamida, ya'ni mexligimiz yordamida hozir polirovkamizni davom ettiramiz. Bunga Crocs'imizni surmaymiz, pastamizni surmaymiz, ya'ni o'zini tegizamiz.